ismingiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Man jurnalist. Bu как уже hobby. Lekin asosiy soham marketing. Odam mendan so'rayapti-da, siz o'zbekmisiz aka? Yo'q, men rusman, lekin молодец, lekin shunaqa. Ko'pchilik baribir rus tiliga ham o'tadi. Mani yuzimni ko'rsa, man top-toza rus bor-ku, 100% rus. Rossiyada shunaqa ruslar yo'q lekin top-toza. Menga o'xshab. Siz o'zi O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda katta bo'lgansiz, to'g'rimi? 1930-yildan beri shu yerda yashayapmiz biz. Bizani oilam, mana oilam. Siz o'zbek tilini yoshligidan bilasizmi yoki o'rgandingizmi? Yo'q, 18-19 yoshgacha umuman bilmaganman o'zbekchani. Uncha yaxshi bilmayman lekin o'zbekchani, chunki har kuni ofisda ham, uyda ham, ko'chada ham faqat rus tilida anaqa gaplashamiz-da biz. Где-то 3 yil, 4 yil oldin yaxshi bilardim o'zbekchani.